qadrli tinglovchilar, yana sizlar bilan g'oyibona didorlashib turibmiz. Yaxshi rivoyatlar, chiroyli hikoyalar bilan sizlarga xonadoningizga kirib boryapmiz. Keling, shu o'rinda farzand tarbiyasi haqida bir ajoyib rivoyatni e'tiboringizga havola qilaman. Bir odamni yolg'izgina o'g'li bo'lib, u yoshi o'tib anchaga borganda sezibdiki, farzandi tarbiyasiga e'tibor qaratmabdi. Farzandi na hunar egallabdi, na kasbkor, na o'qishda, bilimda, hech qaysi sohada bir natijaga erisha olmabdi. Faqat uning qiladigan ishi har kuni do'stlar bilan ziyofat, tun yarmigacha ziyofat va ana shu ziyofatlardan so'ng yana uyqu, ertalab turib yana ana shu ishini davom ettirar ekan. Maishatga berilib qolgan farzandni qanday qilib yo'lga solishni ota o'ylab hech adog'iga yeta olmas ekan. Ana shunday kunlarning birida ota o'g'liga tarbiya bo'yicha bir tadbir ishlab chiqibdi va uni amalga oshirish uchun o'g'lini yoniga chaqiribdi. O'g'lim, meni paymonam to'lganga o'xshaydi. Mana qara, juda ham qarib qoldim. Erta indin ko'zimni yumadigan bo'lsam, ortimdan qoladigan bittagina zurriyotim sensan. Ertaga mening nomimni oqlab, yaxshi amallar bilan ertaga yaxshi farzand bo'lishingni istayman. Ammo sening ziyofatdan hech qo'ling bo'shamayapti. Shuning uchun senga bir vasiyatim shundan iboratki, sen men vafot etgandan so'ng albatta mendan qolgan mol-mulklarni yeb ichib nihoyasiga yetkazsan. Ishlamaganingdan keyin uyga mablag' kirib kelmaydi. Natijada sening o'sha ziyofatingni yeb yurgan do'stlaring ham birin-ketin oyog'ini uza boshlaydi. Shu tariqa sen yolg'iz bo'lib qolasan. Na yegani suving, na yegani noning, na ichgani suving qoladi. Ana shunday kezlarda sen og'ir o'zingda shunday bir judolik, og'ir bir yolg'izlik sezsanki, keyin nima qilishingni bilmaysan. Ana shunda sen uyimizning to'ridagi hujrada bir devor shiftiga bir halqa ilib qo'yibman. Yo, ana shu halqaga boshingni solib o'zingni osasan, deydi va ota vafot etadi. Otaning vafotidan so'ng o'g'il bu gaplarni unutadi va yana ziyofatlarni, maishatlarni davom ettiradi. Alal oqibat uydagi yeguliklar ham, pul ham tugaydi. Shundan so'ng u ziyofat qilishga qurbi yetmay qoladi. Xuddi otasi aytganidek, o'zining do'stlaringizman deb yurgan odamlar uning uyidan qadamini uzadi. U yolg'izlanib qoladi. Xuddi otasi aytgani kabi na yegani noni, na ichgani suvi qoladi. Ishlayman desa, kasbi yo'q, hunar yo'q, layoqat yo'q, bilim yo'q, salohiyat yo'q. Xullas kalom, faqat otasini mol dunyosi bilan yashab kelgan bu farzand oxir oqibat nima qilishini bilmay turganida otasining gapi yodiga tushadi. O'g'lim, sen yolg'izlanib qolasan va hech narsa qila olmaysan. Na yegani, ichgani hech narsang qolmagandan so'ng men aytganimni qilgin. Borib, uyimiz to'ridagi hujrada bir arqon ilingan, shu arqondan yasalgan halqaga bo'yningni solib o'zingni osgin degan edi. U shu darajaga yetadi. Bunday yashagandan ko'ra yashamaganim deydi va o'sha hujradagi halqaga bo'ynini osadi. Bo'ynidan osib, stolda irg'itib yuboradi. Tepadagi yog'och uni og'irini ko'tarolmay g'archa sinadi. U yerga qulab tushadi va ustiga bir dunyo oltin to'kiladi. Ana otasini qilib ketgan tadbiri shu edi. Farzand bu oltinlarni ko'rib
ko'zi quvnaydi, ammo o'ylaydiki, endi men bunda yashamayman. Endi men boshqacha yo'l tutaman. Bu pullarni boshqacha ishlataman deydi va o'z biznesini ochadi, firmasini ochadi, savdo rastalari quradi. Xullas kalom juda yaxshi badavlat bo'lib yashab, ro'zg'origa daromad keltira boshlaydi. O'limi oldidan shu odamning qilib ketgan tadbiri o'g'lini to'g'ri yo'lga soladi. Mana azizlar, inson doim farzand tarbiyasi uchun har qanday sharoitda ham mas'ul ekanligini unutmaslik kerak. Farzand tarbiyasi bu eng ulug' ish. Azizlar, shu rivoyatdan o'zlaringizga xulosa chiqara olasizlar degan umidda fikrimizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'ling.